Qadrli kanalimiz obunachilari, mana 12 yoshlik Galiboy yillarimiz. Mana bo'ylari 2,5-3 metr. Juda ham chiroyli holatda. Hozirda ko'chirish ishlari ketyapti Galiboy yillarimizni. Mana shunday holatda olindi. Mana stollari to'liq skoch urilgan, turpog'idan ham skoch urilgan, qopni ustidan ham urilgan. Mana shunday holatda har qanday joyga ketish mumkin. Ekishda shu skochlarni yirtgan holatda chuqurga qo'yib ekilaveradi. Mana. Bu yerda ham mana ko'chirgan archalarimiz. Bu yerda ham bor. Archa juda ham go'zal. Qadrli obunachilar, videoga bitta like bosib qo'yamiz mana. Mana yo'lkalarimiz mashinaga yuklandi. Endi bu kiyamizdan shunday Isuzu kelsa, Isuzuga ortib yuboramiz. Mana shunday holatda mana skochlanib aytgan joyga ketaveradi, qilq etmay. Videoni ko'rayotganlar bitta like bosib qo'yamiz.